Rustam aka, Добро пожаловать к нам в klub Yangi uylar Vines. Okajonim, siz aytgandek qilib chiroyli qilib tutilki qilib hovlini tayyorlab qo'ydim. Rustam aka, brat, hovli tayyor. Endi ani orqa chochi o'sgan bratamni guli-guliga qilib, chiroyli qilib soqqani olib kelsangiz bo'ldi aka. Uyimizni 600 kvadrat metr siz aytgandek doda qilib remont qilib qo'ydim Rustam aka. Ettizu doni menga mayli chudi hovlini ko'rsatma. Shaharning markazidan bo'lsin dedizu dodam. Rustam aka, brat. Uyingiz bormi? Tayyor bo'lib qoldi-da, aka. Gap yo'q bor. Hammamizdagi mashina chiroyli uylar nasibsin. Lekin Rustam akam biladi, qayerdan uchastka olishni, nima qilishni, nima qo'yishni. Aka, men buni Temirkovga qildirtirdim. Bor, originalidan ruchnoy zeli aka. Yoqdimi? Yoqqan bo'lsa bitta like, jigar, like. Hovlimizni to'r sotuvga chiroyli qilib, idealni qilib, upakovka qilib, Adan yagacha polni mebel aytganingizdek qilib, remont qildirib qo'ydim aka. Endi sizni bitta qiladigan ishingiz, mana shu videoga like bosib, o'rtalaringizga mana shu videoni jo'natib qo'ying, bir kuyi bo'lsin, Rustam aka. Maza qilib bir tomosha qilsin, qanaqa uylarda yashayotganingizni ko'rib. Toshkent shahar Qoq markazi, Maksim Gorkiy Bo'z bozorda qurib berdim, o'dodam sizga chiroyli hovlini-chi. To'r sotuvli 600 kvadrat metrli upakovka dodam, upakovka. Rustam hoji, endi men ko'p gapirib o'tirmayman. Siz mendan aqllisiz, men uni bilaman. Bir hisob kitob qilaylik siz bilan. Xo'p, yerimizni to'r sotuv, binoyimizni 600 kvadrat metr. 1 kvadrat metrini nech puldan bering? Qaning Rustamboy, yozingchi o'zingiz. Krasavchik Rustamchik. Uyni papasini qurib qo'ydi bu dodam. Bo'ladimi? Bo'ladi, конечно. Xo'lga kirganingizda mazani qo'rasiz Rustamboy. Bu bizani xo'limizda bo'ladi. Xo'lni qarang, kengligini uringa bemalol mashdan ko'tarilib, mashdan chiqib ketaverasizlar. Oltin zinapoyalar kompaniyasiga shapaloqlar bo'lsin, shapaloqlar. Rustamboy, uyingiz bo'lsa, oshxonadan hovliga chiqib, mana letniy kuxnyalarni ko'rib, mana kuxnyalarni qara. Krasavchik kuxnyalarni kelin bolaga o'rnatib qo'ydim. Kelin bola, qalay, kuxnya yoqdimi? Yoqqan bo'lsa birdan 10 gacha bahoyingiz bering. Rustamboy, bu uy endi sizni hech qachon uyaltirmaydi dodam. Toshkent shahari Qoq markazi Bo'z bozorida shokolad uy qurib qo'ydi bu dodam. Dodam. Mana oshxonadan chiqdim. To'g'riga o'tyapman. Mehmonxonani ko'rsataman de. Eshiklarni qaragin. Vaytat, Veldoris kompaniyasiga shapaloqlar bo'lsin. Wow, hurmatli obunachilar, mana bizda bu mehmonxona oilaviy mazza qilib mehmonlarni kutib olib, takoy divan kreslo. Rustamboy, uy yoqdimi jigar? Qani bir o'zingiz ayting. Niyat qiling dodam, niyatni. Xudo xolisi sizga ham mana shunaqa uylar nasibsin. O'rtoqlaringni jahli chiqib ketyapti, qarang-a. Xo'p, hurmatli obunachilar, ko'rib turgan xonanglar, bu bizda mehmonxona bo'ladi. Uyimizning 10 tacha xonasi bor, hammasini birin-ketin ko'rsataman. Videoyimiz sal uzunroq bo'ladi. Mana bu toshlarni ham, yomonlarni o'rnatib qo'yishgan, har bitta xonaning o'zining teliklari bor, konditsionerlari bor, cho'pli polli qilingan. Uy upakovka arendaga 7000 dan beraman deyaptilar. 7000 arendasini o'zi bir oylik narxi 7000. Hozir uy narxini ham aytaman, ketdi. Rustam aka, tez, чувствую я тебя. Oshxonaga kirdi. Xo'p, Rustam, brat, смотри. Aka, to'g'rilarni qilib, mazzani qilib, men voy gap bo'lsa, ishga ketishdan nastroy ko'taradigan joy. Dushimizga. Xo'p, sanuzyoldan chiqamiz, hali ham birinchi qavatdamiz. Birinchi qavatda bizda yana dam olish zonasi bor. Kino-pinolarni ko'rib, mazza qilib o'tiradigan xona bor, aka. Mana qarang. Yorvoration-ku, aka, yorvoration. Yana bor-u, har bitta mayda-chuda narsalarga ham e'tibor berishganda Rustam aka. Telik, melik, hamma narsani o'rnatib qo'yishgan. Mana devorlar qarang, brat, dekorativniy devorlarga shapaloqlar bo'lsin. Xo'p, yana xo'lga qaytib chiqamiz. Xo'p, biz polni birinchi etajlarni aylanib chiqdik. Oshxona, ikkita dam olish zonasi, mehmonlarni kutib oladigan xona. Rustam aka, qalay, uy yoqdimi dodam? Endi podvalni ko'rsataman, keyin 2-3 to'r qilib chiqib ketamiz. Uyimizni podval qismidan unumli foydalanganimizni ko'rib turganinglardek
antga, shkafga taqir-tuqir mayda chudalarni qo'yib qo'yasizlar. Bu yoqda bitta xona bor. Bu xonamizni, uyimizning yuragi, hurmatli obunachilar, ko'ryapsizlar. Topli pol, suv hammasi как положено qilingan. Uyda suv, svet, gaz u yoqdan umuman muammo bo'lmaydi. Mashalloh, bismillahirrohmanirrohim. Mana qibla taraf, oka. Ibodatni mazza qilib qurasizlar. Namozxonamiz ham bor ekan, Allohning qudrati bilan. Mashalloh. Mazza-da, hoji aka. Qiblani qarang. Mashalloh, chiroyli qilib qo'yishdi. Ibodatlarni qilib, mazani qilib yashaydigan uy ekanda. Hammamizga mana shunaqa chiroyli uylar nasib qilsin ekan. Rustam, unaqa emas-da, endi jigar. Men sizni polni xo'lini aylantirdim, birinchi qavatda aylantirdim, podval qismlarini ham polni aylantirib chiqdim. Sizdan o'gina, bizdan bugina, dodam. Mana shu videoni adashingizga jo'natib qo'ying, brat. Bilaman-ku, Rustamlarda pul mo'ri bo'lar ekan-ku. Eshitib qoldim-ku. Jigar, endi biz ikkinchi qavatga ko'tarilamiz. Ketdi. Voy mashalloh, ikkinchi etajga qaranglar, hamma xonalarni razdelnik qilib qo'yishdi. Yevro remont, mebel, texnika, hamma narsasi bilan qoladi deyaptilar. Rustam, boy, krasavchik. Moro bo'lsa, moroli bo'lib tashasa, tegidan shovollar o'sib tursa, har kuni to'y bo'lsa, voy. Rustam aka, bilaman, siqilyapsiz. Siqilmang, aka. Allohga oson. Alloh subhanahu va taolo bizga quyosh bilan oyni berib qo'yibdimi? Inshaalloh Alloh subhanahu va taolo bizga bundan doda xo'ja hovlilarni beradi, aka. Niyatni yaxshi qilinglar, hammamizga mana shunaqa chiroyli xonadonlar nasib qilsin, hurmatli obunachilar. Kim yaxshi niyat qilgan bo'lsa, kamida ikkita mana shunaqa xonadonlik bo'lsin. Bittasi birinchi kenayimga, ikkinchi kenayimga dodam. Mana shu videoga bitta like bosing, uyimizni 1.5 ga 6 chiroyli balkoni ham bor ekan. Shapaloqlar bo'lsin. Rustam aka, ko'rdingiz-ku balkonni? Endi men sizga spalningizni ko'rsataman. Yotoqxonangiz, aka. Bismillah. Voy mashalloh, kenayim bilan aravani mazza qilib qo'shaveradigan joyi yo'q, aka. Men bu spalningni qarang, kengligini. Endi men sizlarga bonuslarni ko'rsataman. Alohida sanuzel, to'g'ri operator mana olib kir. Mana garderob xona. Rustam aka, kiyimlaringiz как положено turadi, dodam. Smelo ishxonaga borib ko'rasiz. Lokatsiya ham bomba-da, aka. Mana sanuzel, shapaloqlar bo'lsin. Home Building kompaniyasining toshlarini ayamasdan ishlatib o'rishibdi. Home Building kompaniyasini bilasizlar. Yevropadan dodda xo'ja toshlarni olib keladigan kompaniya. Aka, aravani maza qilib qo'shaveradigan joyi bo'libdi-yu. Men spalningni qara, operator qaq ketib qoldi. Aravani qo'shadigan joyi ko'rsat. Shapaloqlar bo'lsin. Bunaqa xonadan bizda 4 ta dodam, 4 ta. Hoji onam bilan hoji otani hamma xonaga joylashtirib qo'yasiz. Qarang, chotki remontlari bilan hoji onam bilan hoji otaga. Mana o'zligisini alohida garderob xonaligisi bilan alohida sanuzelligisi bilan. Garderob xonani o'zi bitta tema aka. Sanuzellar qarang. Gap bo'lishi mumkin emas, bor-u. Hoji ota bilan hoji ona bir duo qilar ekanlar-da, Rustam aka sizni. Hali ham o'tiribsizmi dodam? Chirigansiz-da, bor-u, chirigan. Men bu uyni qurilishini A'dan boshlab Yagacha ko'rganman. Qanaqa qurilgan, nima ishlatishgan, qanday bo'lgan, hammasidan kursiyman. Bu uy gideti 2 yil qurildi, hurmatli obunachilar, tarixini aytib bering. Pishug'ishdan po proyektu qurilgan. Ko'ryapsizlar-ku, aka. Xo'p, bu spalningni polni aylanib chiqdi. Har bitta уровеньni o'zini общий санузeli bor. Mana bunaqa keng общий санузeli bor. Har bitta уровеньda ana kir mashinani ham itvachchasini qo'yib qo'yishgan, aka. Mana kir mashinani o'zi ham bitta Spark narx bo'lsa kerak menimcha. Mana kir mashinani taniydiganlar bo'lsa, narxini yozib oling. Rustam aka, uyimiz tayyor bo'ldi, aka. Endi ani orqa chochi o'sgan bratanni sekin chochlarini yonga tarab olib kelaverasiz, taxlab, gulu-guluga qilib. Okajonim, sizni men birinchi уровень, pastki уровень, ikkinchi уровеньni polni aylantirib chiqdim. Endi men sizni 3-urovеньga olib chiqaman. Jigar, men bu videoga bitta like bosib qo'ymasangiz bo'lmaydi, Rustam aka. O'tirishingizni qarang. Sizlar 3-qavatda ustidan kulmayli mansardamizni. Bu o'zgacha qilingan mansardalar, okalar. Endi qaranglar. Men sizlarni spalninglarga olib kirmayman-da,
mansardamizda joylashgan oppa jakuzimizga olib kiraman sizlarni. Jakuzimizni ko'rasiz Rustam aka, bemalol 3-urovень sizniki bo'ladi. Olib qo'yasiz. Bolalar chiqmaydi, hech kim chiqmaydi. Bemalol kunduzi dadam qalay endi aka, bundan ortiq yana nima kerak? Menga kallani olsangiz bo'ladi. Dadam kallani. Hurmatli obunachilar, uyimizni mansardasiga ko'proq urg'u berilgan. Nima aytsanglar, quruvchi akamizni mansardani juda ham yaxshi ko'rar ekanlar. Aslini mansardani har safar o'zim uchun qilaman. Chunki mansardani yaxshi ko'raman, tinch. Bolalar hammasi pastda o'ynab yuradi. Men mansarda ishlarimni qilib o'tiraman, deyaptilar. Ko'rdingiz-ku garderob xonani Rustam aka. Mana yana bitta xona. Endi xohlasanglar buni sizlar o'zingiz uchun ofis qilsanglar bo'ladi. Patolonni razmeri juda ham baland, 5 metr. Marokkanskiy stilda qurilgan ekanda, proyekti. Atak minimalizm bilan yoraverishgan ekan, gap bo'lishi mumkin emas. Mehrni qaranglar, berilganini hammaga shunaqa o'ylar nasibsa. Rustam aka, qirvorasiz, aka, ishoning, qirvorasiz, aka. Mana yana bitta xona, bu уже boshqa уровень, aka. Bu уже boshqa уровень, aka. Mana spalniyni qarang. O'zingiz ayting, aka, mana spalniya komnata, telik, melik, internet, hamma narsani ulab qo'yganmiz. Mana aka, sizlarga sharoit. Rustam aka, yomonsiz lekin akam, proyektni qurib berdim u hovlini. Endi ularni olib kelmasangiz bo'lmaydi, dadam. Yo'ki, mana shu videoni adashlaringizga jo'natib qo'ying. Rustamlar boy bo'ladi, to'g'rimi, dadam? Nechta Rustamni tanisan, hammasi millioner. Omadinglarni bersin, hammaga mana shunaqa chiroyli uylar nasibsin. Dilshod aka, sizga ham qurib beraman, xudo xolasa mana shunaqa dodasidan, dodam, jigar. Ko'ryapsizlar-ku. Слишком уже boshqa уровень-da bu, aka. Spalniyni qarang. Keyin spalniyni qarang. Voy, takoy приятный hitli kelib turibdi-yu, takoy mazza bo'lib turibdi-yu. Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumani va endi gospital. Wow. Bo'z bozor, Maxim Gorkiy, IT park, shapaloqlar bo'lsa. X-Med klinikani mahallasida joylashgan 4 sotuv, 600 kvadrat, 4 etajli xonada Rustam akangiz otiladi, dadam, Rustam akamga. Dadam, bolalarning onasi naryoqda Hasan, bu yoqda Husan. Endi qaranglar, ikkaloviga ham как положенный o'quv qurollarini qo'yish uchun, kitoblarini, kompyuterlarni qo'yish uchun sharoit qilib qo'yganmiz. Bolalar istalashib qolmaydi, dadam. Rustam aka, bilaman, poliskopi, chirchuvdan bir tomchi suvda, aka. Uyi narxini aytmoqchiman-da. 4 sotuvga idealni qilib mana ko'rib chiqib ko'rdinglar-ku. Polni aylantirib chiqdim, Rustam aka. Mashinalaringizni ham olib kirib qo'yasiz. Hoji otaga ham cho'tki xonalar qilib qo'yishgan ekan. Yozda mamti letniy manganli zonalarda maza qilib o'tirasiz, aka. Uy 4 sotuvga qurilgan Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumani Vayni Garadok, Bo'z bozor, idealniy lokatsiyada joylashgan xonadonimizni $700,000 deymiz, aka. Nima bo'pti sizga bu pul, dadam? Uyingizga ozgina qarshi qilmasangiz bo'lmaydi, dadam. Mana shu videoga bitta like bosing, niyat qilib, aka. 700,000 pul nima bo'pti, dadam? Alloh bizga millionlab beradi, xudo xolisa, dadam. Joninglar sog' bo'lsin, s vami bo'ling, yangilar Vines, jazakalloh xayron.